Bugun sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan video roligimizda biz sizga aynan o'smirlik davrida bo'lgan yigit va qizlarning asosiy muammolaridan biri bo'lgan husnbuzarlar haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni o'smir yoshda bo'lgan yigit qizlarning yuzlariga turli xil husnbuzarlarning chiqishi yoshlarning dilini xira qilmasdan qolmaydi. Shu sababdan ko'pchilik yoshlarimiz bu husnbuzarlardan tezroq qutulish maqsadida husnbuzarlarni siqib tashlashga harakat qilishadi. Bu husnbuzarlarni siqib tashlashdan oldin bu video lavhamizni ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Husnbuzarlar odatda yuz teri osti qavatida joylashgan yog' ishlab chiqaruvchi bezning faoliyati oshib ketishi natijasida kelib chiqadi. Bu bezlarning faoliyatining kuchayishi inson organizmidagi gormonlarning o'zgarishi bilan bevosita bog'liqdir. Husnbuzarlar odatda yuzning yumshoq qismlariga bo'rtib chiqadi. Terimizga toshgan husnbuzarlarni siqib tashlasangiz, bu to'g'ridan-to'g'ri husnbuzarlarga qarshi jang e'lon qilish deganidir. Oqibatda yuzingizning tekis, nafis yuzasi qisqa fursat ichida urush maydonchasiga aylanib qoladi va yuzning boshqa qismlarida ham turli xil husnbuzarlar tarqalishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun har qanday husnbuzarlarni siqmaslikni tavsiya qilamiz. Husnbuzarlar siqilganda teri ostidagi yog' bezlarning yorilishi kuzatiladi va tezda terining boshqa yuzalariga husnbuzarlarning tarqalishiga olib keladi. Natijada teri shikastlanib, yuzda orqaga qaytmas darajadagi chuqurchalar paydo bo'ladi. Albatta, yuzimizdagi turli xil husnbuzarlardan tezroq xalos bo'lishingiz uchun shifokor yoki kosmetologga murojaat qilishingiz va ularning tavsiyalari yordamida husnbuzarlardan qutulib olishingiz mumkin. Sizning dugonangiz shifokor tavsiyasi bilan qilingan muolaja yoki turli xil kremlar bilan husnbuzarlardan xalos bo'lganining guvohi bo'lsangiz, siz ham xuddi shu tavsiyalar va kremlardan foydalanishingizni tavsiya qilmaymiz. Boshqa bir odamga tavsiya qilingan muolajalarni siz ham qo'llasangiz, yuzingizning ahvolini yanada yomonlashishiga va husnbuzarlarning sonini keskin oshib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki har bir insonning organizmi individual hisoblanib, yuz terisi tuzilishi jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladi. Ya'ni har bir odamning teri sezgirligi, yuz teri osti bezlaridagi yog'lilik darajasi, husnbuzarlarning kelib chiqish sabablari turlicha bo'ladi. Shu sababli husnbuzarlardan xalos bo'lish uchun albatta shifokor yoki kosmetolog tekshiruvlardan keyin ularning tavsiyalarini inobatga olgan holda kremlardan foydalanishingizni maslahat beramiz. Husnbuzarlarning chiqishini kamaytirish uchun qo'llaniladigan bir qancha tavsiyalar bilan tanishing. Birinchi, o'zingiz uchun alohida sochiqlardan foydalaning va sochiqlarni tez-tez yuvib turishni ham unutmang. Ikkinchi, yotadigan yostiq jildlarini tez-tez almashtirib yuvib, dazmollangan holda ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Bu bakteriyalarning ancha kamayishiga olib keladi. Uchinchi, iloji bo'lsa umuman yuzingizni qo'lingiz bilan ushlamang. Chunki inson qo'lida har doim yetarlicha bakteriyalar mavjud bo'ladi. Nimadir sababga ko'ra yuzingizni ushlamoqchi bo'lsangiz, oldin qo'lingizni yaxshilab yuvib olishingizni tavsiya qilamiz. To'rtinchi, har doim kechqurun uxlashdan oldin agar yuzingiz pardoz qilingan bo'lsa, yuzingizni pardozdan yaxshilab tozalashni ham unutmang va pardoz buyumlaringizni doimiy ravishda tozalab turish lozim. Beshinchi, kuniga 2 litr suv ichish va iloji boricha yog'li taomlarni tanovul qilmaslik kerak. Bu husnbuzarlarning kamayishiga sabab bo'la oladi. Oltinchi, pista, yong'oq va sho'rdanak shunga o'xshash mahsulotlarni iste'mol qilmasligingizni tavsiya qilamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, husnbuzarlarni siqish bu juda ham zararli odatlardan biridir.
Shu sababdan ham o'zingizga va o'z sog'lig'ingizga zarar berishdan o'zingizni saqlashni va husnbuzarlarni siqmasligingizni tavsiya qilamiz. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.